Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrli kanalimiz a'zolari. Yana navbatdagi zakasimizni ham ikkinchi partiyasini manziliga dostavka qilib chiqaryapmiz. 30 ga 60 razmerda bazalt 100 plotnost bazaltli termotraverti mahsulot. Orqasida armirovka setkalari bor. Har bir plitkамizda ikkitadan podveskasi bor. Bu podveskalar bilan dubl miqda devorga qo'shimcha qotirib qo'yiladi. Kafel kley bilan yopishtirgandan keyin har bir panel o'zini og'irligini o'zi ushlab turadi. Pastdagi plitkaga o'zini yukini tashlamaydi. Bu mahsulotimiz shu voha tomondagi dom fasadlaridan biriga ketyapti. 3-4 kun oldin ham chiqargan edik. Bu ikkinchi partiyasi. Ikkinchi partiyasini yuklab chiqarib yuboryapmiz. Bazaltlarimizni zichligi juda yaxshi, sifatli. Termo plus bazalt mahsulotlaridan ishlatyapmiz. Buxoro bazalt. Armirovka setkalari ham juda mahkam tortilgan. Tosh ustiga ham yopishgan bu armirovka setka. Ertaga quruvchi ustalar kafilni kley surkaganda ham juda mustahkam ushlab turadi. Kimga shunaqa xizmatlar, shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa, qo'limizdan kelgancha sifatli, chiroyli mahsulot tayyorlab yetkazib beramiz. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.